Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, mana bu bizni triologiya yoki bo'lmasam komplekt yoki oddiy xo'ja bilan osti. Buni ham sizlarga reklama qilib beramiz. Buni narxini hali bizga chiqarib berishgan yo'q, lekin agar zakazlar bo'lsa yetkazib beramiz. Mana bizda bu narxlar, bu tovarlarimiz hammasi bunday chiqqan. Mana boyagi yuqorida aytib o'tgan bizni tepabas komplektimiz. Mana ular esa bizni детский подростковый возраст deymiz. Детский desak ham bo'ladi, lekin asosan подростковый возрastda ko'proq, детский razmerimiz ham ko'proq. Bizga mana shundan murojaat qilaverasizlar. Hozir men sizlarni buni hozir bitta tepa-past qismini ko'rsataman. Mana bu holatda ochilishlari ham xuddi bir katta eng kuchli magazinlarda anaqasiga o'xshagan. Hozir sizlarga ko'rsatamiz buni. Ko'rsalishi. Mana bizning ustki qismimiz. Mana oldida ikkita cho'ntagi bilan ko'ringlar. Ichida mana bunday ichki ko'rinishi mana ikki iplik materialda tikilgan. Endi adres mana bizda kapishon ustidagi kapishon bo'lganda ham bu yosh bolani bunni bilan o'stiradi. Chunki mana yaka qismi bor, mana ko'ryapsizlarmi? Yaka qismi bor. Yenglari oversize formatda tikilgan. Ya'ni osilib turadi. Ixcham turadi, kengroq turadi. Ichidan bir bola kiyib orasida biror nimani yoki bo'lmasam kurtkalarni ichidan kiyib olgani bo'ladi. Shamol yoki bo'ronda mana siz burningizgacha yopib turadigan qilib tikilgan. Oldi ikkita cho'ntagi bilan osti mana bunday ko'rinishda. Endi shu holatni biz ostki qismini, ya'ni bu komplekt ostki qismini reklama qilmoqchimiz. Mana bunday holatda ostki qismi bo'ladi. Mana oldida bog'ichi bor. Beli 164 razmer, ya'ni подростковый razmer bu. Keyin birjaning ikki tomonida ikkita yo'lakchasi bor. Mana bu oyog'ining ko'rinishi eng past qismi hamda mana yerda laretto yozuvi bilan. Bu tomoni ham xuddi shunday. Umumiy ko'rinishi mana bunday holatda bo'ladi. Aziz do'stlar, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Adreslarimiz va telefon nomerlarimiz ushbu kanalimizda opisiyanasida yozib qo'yilgan. Farg'ona viloyati Beshariq shahri, Sirdaryo ko'chasi 46-uyda biz. Bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Bulardan bizda ko'p. Mana bu yerda hammasidan bor. Bu yerda triologiyasi ham bor. Xuddi shu narsani ichida oq futbolkasi bilan triologiya qilingan. Bularda korishneviy rangi bor. Mana keyin bu yerda havorang rangi, melaj rangi va qora rangidan ham bor. Kelaverasizlar, murojaat qilaverasizlar, gaplashamiz, narxini hammasini kelishamiz. Xohlasangizlar dastavka qilib beramiz. Telegram orqali yozasizlar, faqat oplata oldindan aytaman, 100% predoplata bilan bo'ladi. Agar xohlasangizlar telefon raqamlarini va kart raqamlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, hech qanday aldov yoki mashyenniklik anaqasi yo'q. Aytgan joyingizga yetkazib beramiz. Yetkazib berish xizmati donaga bo'lmaydi. Donaga ham yetkazib beramiz, faqat BTS pochta orqali yetkazib beramiz. Bir dona olsangiz ham yetkazib beramiz. Keyin mana harakat qilaverasizlar. Yuqorida aytilgan komplektimizning narxi 90 mingdan bo'lgan, yosh kattalardiki. Bu kichkinalarning narxini biz hali chiqarib berganimiz yo'q, chunki boshliqlar chiqarib bergandan keyin sizlarga biz uning narxini e'lon qilamiz. Primerni ham ayta olmayman, qanchadan chiqadi, qanchadan bo'lgan deb, sababi bu meni qo'limdagi ish emas-da. Menga narxini chiqarib berishni sot deyshadi, sotaman. Shuning uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling, narxini kutamiz. Agar narx paydo bo'lsa, sizlarga e'lon qilamiz. Sog' bo'lingizlar.